Namozda zamsuraga bir katta surani bo'lib o'qisa bo'ladimi? Oyatal kursiyni zamsura qilib o'qisachi, debdilar. Bismillahirrohmanirrohim. Bitta surani bo'lib o'qisa ham bo'ladi zamsuraga. Oyatal kursini o'zini ham zamsura qilsa bo'ladi. Lekin tarki avlo deydi ulamolar. Fiqh kitoblarida buni tarki avlo deydi. Ya'ni afzal ishni qilmagan bo'ladi deydilar. Zamsurada eng afzali bitta to'liq surani o'qishlik deydi ulamolar. Bir surani boshidan boshlab oxiriga tugatish. Nima uchun desa, chunki bitta surani to'liq o'qishda bitta mazmun boshlanib oxiriga yetgan bo'ladi-da u. Bir masala boshlanib, bir ma'no boshlanib oxiriga yetgan bo'ladi. Ana shunday bir ma'no boshlanib oxiriga yetgan bir surani o'qish eng avlosi, eng afzali deydilar-da. Hali savolda so'ralgandek bir uzun surani boshidan masalan 10 qator, oxiridan bir 5 qator qilib o'qisa ham bo'ladi. Oyatal kursilarni o'qisa ham bo'ladi, ularda qaysidir ma'nolar tuganmagan bo'lib qoladi-da endi. Shuning uchun u masalan ulamolar uni makruh demaydi-yu, lekin afzal ishni qilmagan bo'ladi degan fatvoni beradilar. Shuning uchun masalan imkonimiz bor ekan, ya'ni bitta to'liq surani zamsura qilganimiz eng afzali bo'ladi. Vallohu a'lam bissavob.